Umra safariga kelish uchun eng yaxshi fasl yoki oy qaysiligini bilasizmi? Yo'q bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Makkadan ketganimga naq bir oy bo'lgandi. O'zimizda Surxondaryoda kunlar hozir anchayin sovib qolgan. Bir oy o'tib kecha Makka Mukarramaga kelib, birinchi sezgan narsam shu bo'ldiki, Makkada ham kunlar anchayin salqinlab qopti. Bu esa umra safariga kelmoqchi bo'lganlar uchun ayni payti. Ayniqsa dekabr oylarida bundan ham salqinlaydi. Ramazon oylarida esa oila davrasida, Ka'ba atrofida iftoriylar qilib, salqin kunlarda Ramazonni Makkada o'tkazganga yana nima etsin. Ayniqsa menga ham aynan mana shu oylarda Makka, Madinada bo'lish juda ham yoqadi. Salqin kunlarda umra safariga borishni ko'nglingizga tugib qo'ygan bo'lsangiz, hozir ayni vaqti. Ofis raqamlarimizga aloqaga chiqib, dekabr oyi, hattoki Ramazon oylariga ham joylaringizni hozirdan biroq qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, buni umra safariga yaqinda kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib, bu videoga like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.